Mubi yana keldingmi? Dilbar opa, bugun bir siz cho'miltirarkanmiz-da. Undagi oqarib ketar ekan, yugurib boshladan ko'ra. Voy Mubi, rosa men cho'miltirmoqchimisan? Voy suvdan qo'rqaman, cho'miltirsang. Dilbar opa, o'ziz yuvinurasiz, kichkina emassiz-ku. O'tgan kuni kelganimda qarasam gilam siqir ekan. Bugun siz bilan gilam yuvamiz. Bu gilam toza qilib bo'lmaydi-ku. Bitta harakat qilib ko'ramiz. Diqqatga. To'xta, bu yoqqa. To'xta, bunaqasiga olish kerak, bunaqasiga aylantirib olish kerak, bunaqasiga. Och, Sharik. Bunaqasiga olamiz. Aylantirib, bunaqasi tort o'zing qil. Bunaqasiga tashlab, ton smenga chiqdi. Bo'ldi. Tort o'zing tomon topyapsan. Bo'ldi, stop. Bo'ldi, qo'yinglar. Bunu da yuvamiz tepede çıkıyor. Hiç bak bulmuyor. Bizlarda bugun ba'zan asalimiz kelib qoldi bugun, xudoga shukr. Bizlar shirinimiz. Pul gilamga pul rasxod qilgandan ko'ra o'zimizni qoldi yuvgan yaxshi. 100 ming, 200 ming yonimizda qoladi zato. O'zimizni gilam yuvsak, mehri bilan gilam yuvgan deb bo'lamiz. Mana bugun gilam yuvamiz, kech bo'lsa. Gilamni o'zim o'sha qo'pirni tapmaydi. O'zim yo'qardi, lekin oppoq rang yo'qmaydi. Yugim kelmadi, lekin yuvdiryapti Asaljonning qizi. O'zim migrim qayerda qoldi? Oqarib ketdi, o'lib turishim kapanga o'xshab. Gilam suvdan qo'rqardi. Men ham qo'rqardim. Oppoq rang, men o'sha qar tapmaymiz. Afsus. Dilbar opa, o'zi oppoq bo'lgan yaxshi-ku, o'sha kuni o'tira olmadim. Kanaldan suv olib kelib, suv sepamiz. Ey, kelamiz. Uyda. Давай просто. Фу. Azob. Uyga kirdimi? Qani. Hamma jo'kiydi. Ay, Qo'rqma. Voy! Suv tagiga ketdi, yashqang degan. Ovqat emas, suv. Kelma. Ochmi, oldidan shu orqadan chiqaman. Потом ishni ko'rsatishim mumkin mana. Mana.
Kesam yordam ber, oyog'im tushadi. Hadi. Hozir to'xta. Voy, to'xta. Hammasini bilan. Ay. Yo'q, tamiz. Hech qisi yo'q. Qochib ketsin. Qochibdi. Sekin, shoshma. Mana, endi qarab tur. Qorong'isi tang'atadi. To'g'ri keldimi? Yana to'g'ri keldimi? Endi-chi? O'ng chap tomonida qanday bo'ldi? Qo'yinglar. Turaveradi. Tushib ketsa yo'ldan kanada. Qani ketdik. Yer joyini solib kelamiz. Kel, bo'ldi. Katta bo'lsa, men ham yordam berib borardim. Kuchim yetmaydi. Ko'tar sali, aha. Bo'ldi. Bo'lar. Hech qisi yo'q. Bor endi yo'l. Ha, panelkani olay. Yomon og'ir tag panelga qo'yamiz ki. O'zi ketdi. Hozir. Shoshim. Tagiga panelga qo'yib yuboramiz. Panelkani o'zi suvga ketadi. Panelka. Oho, ya yig'ib qolibdi. Hozirda. Qachon yuring mana?
Ma. Hozir gram tortayin. Gram tortayin. Qachon yuvding buni? Hozir yuvdim, men yuvdim ona. Nega meni beso'roq qilasan shu ishni? Men yuvdim, meni uring. Lapatamini. Urmayman lapatga, mana boshqa uradi seni, onang uradi. Ko'maman deb ko'mamayapti-ku. Endi nimani istaysan mendan tanla. Men jo'natasini bilgan bo'pmi deysan. Meni o'ldirdi keyin tinchib. O'zing to'g'rilab ol. Men tepadan emasman, pastda jon. Ya, tayini guriga sikay. Hozir to'xtam, men shu ushlab olay. Men chiqishim qiyin. Yo, bir. Boshim bilan tushsam tushay. Shuna qon kuzatib ol. Ushlab olsam bo'ldi, marramaydi. Qoch. Ya. Qopmay. Hozir hangirab o'raman eshak bo'lsin. Qoch. Hozir. Oyoti eshak oldik turmanlaring. Menda otama tushadi biron joylaring. Va bilaman, tushunib turibman. Eshak hammasini tushunadi odangiz. Kel. Nima? Men tushunman, tumshun qaytirsa, ustani bosib tip qilib o'tayman. Bu yoqqa qo'ysan. Og'ir. Eshak og'ir bilmaydi, ketdik. Daraxt deymiz. Ma o'zi to'g'rila. Qizingiz vaqtida bir bola kelib chaqiryapti-da, xuddi vaqti bor. Men u yoqdaman, men bu yoqdaman. Ha, tamom og'riyapti. Kel. Jonim mana. İtam biladim urmasligimni. Kel. Sen şöyle kim yetirsen de otanayım bo'lsa. Obbay. Hozir. Hozir mi tashlaydi? Xudo xolis nasib qilsa 2 kundan keyin nasib qilsa gilamim oppoq bo'lib oydakkina bo'lib to'shaladi. Nasib qilsa. Bitta tapchada karot bo'lsa yomon bo'lmasdi. Xudo xolasa u ham Gilam bo'ladi. ustiga Hech xotirjam. tapchani ichiga gilam to'shab. Sekin hammasi birdan bo'lmaydi. Sekinlik bilan Xudo xolasa bo'lib qoladi nasib qilsa. Alloh nasib qilsa. Bitta choyxonada o'tirgan. Albatta. Onamizni duo ostida olsak bo'ldi. Yana nima kerak bizga? O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa like bilan obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videomiz qanaqa bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar.